Premium sifatida oshxona mebelini qidirib yurgan bo'lsangiz, Albero mebelga murojaat etaverasizlar. Navbatdagi zakazimizni topshirganmiz. Urganch City'dagi eng zo'r kuxonniy mebellardan biri bo'ldi desak adashmaymiz. Shunda esa no komfort kerak bo'lsa, hammasi taxlangan. Standart bo'yicha xolodilnikni ochasiz, produktlarni olasiz, to'g'ri kelasiz, yuvasiz, banda kesasiz, to'g'risizdan qozonga solib beraverasiz. Aytaman-ku, standart bo'yicha вообще zo'r etib taxlangan bo'ladi. Xolodilnik uchun отдельный joylari, banda yana ko'rishingiz mumkin, pechkasi uchun отдельный joylari. I plus hozirda trendda bo'lib turgan oynali polkalari bo'ladi, podsvetkalar ham taxlandi, qaranglar. Dimbir ajoyib bo'ladi. Plus mo'ykasini keladigan bo'lsak, eng fulli bo'ladi. Ya'ni yandistelangan suv, stakan yuvadigan, graduslarni ko'rsatadi. Hamma narsasi aynan shu mo'ykamizda bo'ladi. Gaz plitalar ustanovka qilingan, ko'rib turganlaringizdek, har doimgidek Fika brendidan shunday ajoyib naborlarni ham taxlab qo'ydilar. Odam uchun zararsiz varianti bo'ladi-ku. I banda vitishkalari taxlangan, ko'rib turganingizdek, ruchkalarining ham eng zo'rlari, ya'ni premiumlari taxlangan bo'ladi. Mexanizmlar ham eng zo'rlaridan qilib berganmiz. Ya'ni aytaman-ku, pulimdan qachonman, lekin menga dokansa xizmat qilsin degani uchun ishning komfortini ham yaratib berganmiz. Non komfort bu desangizda, ayollarimiz misol posudani yuvadi, keyin quritish uchun sushilka kerak bo'ladi. Sushilkani yana astan tortadi. Dishni ham guch yo bir qiynalish kerakmaydi, o'zi tushirib beradi. Bera yana posudalar teriladi-ku, to'g'rimi? Posudalar terilgandan keyin og'ir bo'ldi, deb joyina qo'yadi desangizda, muammosi yo'q. O'zi mexanizmi zo'r etib ishlangan. Shunday kelib yura berasa, tortib turaveradi. Agar sizdan ham shunday premium kuxonniy mebellar kerak bo'lsa, bemalol Albero mebelga murojaat etadigan bo'lsangiz, sizda dizayneringiz chizib bergan bo'lsa, to'liq shunday variantda taxlab beramiz. Yo'q, dizayner yo'q edi, nishatamiz desangizda, vanni to'g'ri ustidan borib, maslahatini berib, chizib, sizga ko'rsatib, hammasini taxlab beramiz. Hammangizni Albero mebelda kutib qolamiz. Navbatdagi kuxonniy mebelimizni ko'rdingizda, o'zlaringizning fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz.